الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بسم الله بدأت كلامي وصلاتي وسلامي بسم الله بدأت كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bugünkü mavzumuz Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın Fuccar uruşuga qatnaşqanlığı ve Fuccar uruşudan keyin Hilful Fudul yani Esil İttifak degan bu mazmunda to'xtalib o'tamiz. Ondan keyin Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın anımız Hadice radıyallahu anhaga yatliq bo'lganligi ve bu to'g'ridagi hikmatlar ve aladigan darslar to'g'risida to'xtalib o'tmoqchi. Mavzumuzdan başımızga keladigan bo'lsak, Arapçada harbil fuccar yani günahkarlar urushi. Bu günahkarlar urushi qandaq başlangan? Günahkarlar urushi Kenana yani Mekke içindeki Kenana kabileler bilen Havazin kabileleri arasında bo'lgan bir vaqa. Bunun sebebi şu ki Urvatur Rical bin Utba bin Havazin degan bir kishi Nu'man ibn Munzir degan bir adamga Ukaz bozoridan bir yani kiralab bergan ekan. Urvatur Rical bu yani kiralab oltagandan keyin Kanana qabilasidan bo'lgan Baraz ibn Qays degan kishi sen Kananlıqlarga bermasdan Havazinliqlarga sen bu yani biremsen deb bunu küşkürtken. Yani bu yerda qabilevazlik qilish meydana kelgandi. Ondaq degandan keyin Urvatur Rical degan kishi men shunda qilaman. Mening axloqim shundaq. Men kimlar kelsa men bu hech kimni farq etmasdan, hech kimga ayrimchilik qilmasdan bu makonimni berishga men tayyor. Hozir buningga berdim. Bundan keyin berishim mumkin. Degandan keyin Urva chiqib ketdi va undan keyin Baraz Urvaning orqasidan qo'g'lab berib, uni o'ldirib o'tdi. Shuning bilan Kanana qabilalari bu voqeani anglaydi va shuning bilan Kanana qabilalar bilan Havazin qabilalar arasida urush boshlaydi. Arablarning ishida tulinib kelgan 4 oy bor. Muşu 4 ay içinde Araplar uruş qilmaslikni o'ziga ahd qilib kelgan. Bu aylarning içinde g'alva chiqarmaslik, jidal majra qilmaslik, bir-birining ustiga mangmaslik, besim ishlatmaslik to'g'risida bir qism ahdnomalarni to'xtatgan edi. Ammo ish bu yerga kelgan vaqtida bu aylarga hurmat qilmasdan bu urushning başlaganligini ifodalab shunga Harbil Fuccar günahkarlar urushi deb atalgan. İkinci bir sebebi bular haramning ishidimi
yani Mekke'nin etrafını mı uğraşkanlıkla. Kabe'ge Adem Aleyhisselatü Vesselam'dan tatip bütün insanlar bunu hürmet kılıp gelgen bir mekan. Şundak bir mekanga hürmet kılmasdan, izzetini kılmasdan, onundan dep tatılmasdan şunun etrafıma uğraşkanlığı için şuna bu uğraşını Harbil Fucar yani günahkarlar uğraşı dep atalgan. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu zamanlarda 14 veya ki 15 yaşlarda idi. Bazılar bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşını 20 yaşta depti. Biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o zamanlarda 14-15 yaşlarda ikenlikiga bunu cezmi kılımız, bunu doğru dep qaraymiz. Birinci rivayetini texinbek güçlük dep qaraymiz. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde men bu urushda mening tağalarimga okni bellab biritdim degan hadisi var. Şununla asasen yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam özü ok atmay veya ki özü kılıçını elip urushga kirmay tağalarıga ok bellab berganligi yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki yaşının kichik ekanligini bunu ko'rsatdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şunun bilan bu urushga qatnashgandan keyin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da bir xil jasorat, g'ayrat maydonga keldi. Va kichik yoshidan tatib urushlarga ikkilanmasdan qadam tashlaydigan, o'zini o'tirib atalaydigan fedakar ruhi o'zining shaxsiy yigitiga mujassalamishgan bo'ldi. Hamda ikkinimiz Hilful Fudul, esil anlaşma doğrusunda. Bunun sebebi neydi dese, Quraysh Harbil Fucar yani günahkarlar urushidan qaytgandan keyin Zubayt kabilesinden bir adam Mekke'ye kelib bazı bir mallarını setib oldi. Bu mallarını As bin Vail'nin oğlu As'tan setib oldi. Ama setib bo'lgandan keyin bu adam As bin Vail degan adam bu adamның ilib kelgan pullarini mı ilib aldı ve mellerini mi tatib oldu. Yani zahratilde etsek bu insan As ibn Vail degan adam bu Zubayt kabilesinden kelgan bu adamga qat'iy zulm qildi. Shuning uchun Zubaydi degan adam, Zubaydilik bu adam, Zubaydi kabilesilik bu adam Qurayshning kattalariga da'vo qildi. As mening pullarimni, mallarimni elib oldi, meni oldi da menga zulm qildi. Bu As ibn Vailga sizlar gap qilsanglar, mening haqqimni qaytarib bersa deb da'vo qilgandan keyin Mekkening cho'nglari, Mekkening va Qurayshning aqsoqollari As ibn Vail degan adam jamiyatda o'rniga yuzlik bir adam bo'lganligi uchun onunla gap qilolmadi. Ve bu Zubaydilik adamının hakkını qaytarib beremedi. Şunun bilan bu adam başka bir çare izlep Kabe'nin yukarı bir yerine yani Mekke'ninki yenideki çoğun bir yerine, ikiz bir yerine çıkıp Al-i Fahr ve Al-i Marua degan bu kabilelerni igiz qilib, oy Al-i Fahr, Al-i Marua sizlarga deydigan bir gapim bordi, sizlarga deydigan azim bordi degan bu şekilde bir nida qildi. Shunda nida qilgandan keyin bu Zubaydi bilan As bin Vailning o'ttirishlik bo'lgan bu vaqa Mekke'de keng ko'lamda yeyilib ketdi. Voy As bin Vail mushundaq Zubaydilik bir qabiladan kelgan bir odamning mollarini tatib yapti, bu odamni buzib ketibdi, zulm qilibdi degan bundaq gaplar taqalgandan keyin şunun bilan Zubayr ibn Abdülmuttalib'ninki oğlu Zubayr bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ninki tağasının oğlu oldu. Dedi ki mali haza mutrikun, ben bunu bu şekilde qilib qo'ymayman. Ben bunu razı olib turolmayman. Albatta bu insanın haqqini o'ziga qaytarib berishimiz lazım. Ben bununla sabr qilib turolmayman.
deb onundan dastlab qopdi. Şunu bilan onun atrofida Banu Hashim, Zahra va Banu Taym bin Marva degan bu qabilalar Abdullah ibn bin Jad'anninki hoylasida bir araga keldi. Abdullah ibn bin Jad'anninki hoylasida jam bo'lgandan keyin bu kishi ularga nihoyatda go'zal tamoqlarni, yemekliklarni, ichimliklarni tayyorlab, bu masala haqida va bundan keyin mushundaq hodisalar bo'lsa, qanday qilish to'g'risida fikr, muzokara olib bordi. Va tahalafu fi shahri haram va shahri haramda, ya'ni muharram qilingan oylarning birida bular o'zaro ittifoq tuzdi. O ay bo'lsa Zulqa'da edi. Bular nimaga ittifoqlashdi desa, ular va tahalafu billahi liyakunanna yadan wahidan ma'al mazlumi ala zolim. Hammasi bir qo'ldak bo'lib, bir saf bo'lib, birdek bo'lib, zolimning qaysisida, mazlumning yanida bo'lishga bular ahdnoma berishdi. Ondan keyin As ibn Va'ilning yaniga berib, onundan bu Zübeydelik kişininki mallarını qaytarib berdi. Qurayshlar bu anlaşmani, bu ittifaqni Halful Fudul, yani esiller anlaşması, esiller ittifaqı degan bu mazmunda nam qo'ydi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam zulmni yo'qotgan bu ittifaqqa ham shirik bo'lgan, shunun qatnashgan. Peygamber Aleyhissalatu vesselam qatnaş bilan bu sorunda bir kısım yoki bir şekildeki bir cemiyet, yani mazlumning haqqini zolimdan qaytarib berish jamiyati nomida bir cemiyet kuruldu. Bu cemiyet kim o? Peygamber Aleyhissalatu vesselam a'zo bo'ldi. Ve kad qala sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Aleyhissalatu vesselam dedi ki: "Şehidtu halfil mutayyibin ma'a umumati." Yaxshilarning anlaşmasıga, yaxshilarning ittifoqiga men tağılarım bilan qatnaşdım. Men o vaqtida kichik bir bola edim. Men o anlaşmani qizil tugidimmi, yaxshi ko'raman degan bu so'zni qilgan. Qizil tugini nima uchun zikr qildi bu yerda desa, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ның zamanida qizil tuga bizning hozirgi zamonimizdagi eng oliy mashinalarga teng keladi. Bu qizil tugini zikr qilishi, qizil tuga boshqa tugulardan alohida, ustun, kuchlik hem tiz chapadigan mondaq bir alohidlikka ega bir tuga. Shuning uchun arablar buni nihoyatda qimmatlik ko'ratdi, ustun ko'ratdi. Bu qizil tugi ega bo'lgan odamlar bizning hozirgi zamonimizdagi Mercedes o'xshash va yoki Jeep mashinalarga o'xshagan mushundaq oliy uloqlarga ega bo'ldi deb bunday shaklda qaraydi. Hozirgi zamonimizdami, yani mushundaq mashinalar ega bo'lgan odamlarga ha buning palonining bunday mashinasi bor deb shuni faxrlanadi insonlar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ның zamanidami shu qizil tuga ashundaq faxrlanadigan, ashundaq hurmatga ega qiladigan narsalardan biri edi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam ashundaq qizil tugini mendan talab qilinsimi, ashunning badligi bo'lsinmi, men mushundaq jamiyatlarga, mushundaq ittifoqlarga qatnashgan bo'lardim deydi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ның gunohkorlar yoki harbul fujjar va halful fudul esiller ittifoqiga kirishininki sebeplere to'g'risida qisqacha to'xtalgan bo'ldik, ama hozir bu Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ninki bu ittifoqqa, bu jamiyatga qatilishdan oladigan darslar bizlar uchun nima manfaatlar, nima foydalar chiqadi, bu to'g'rida yana qisqacha to'xtalib o'tamiz. Va Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ninki bu jamiyatga, bu ittifoqqa kirishining va o'rtaq bo'lishininkidan şu faydalar çıkışı mümkün. Şu ders ve ibretler çıkışı mümkün. Birincisi adalet mutlak bir narsa.
meyle Müslüman cemiyeti bolsun, meyle kafirlar cemiyeti bolsun, qandaqla buluşundan qat'i nazar, adalet her qandaq insanga lazım bolgan narsa. Adalet bolmagan vaqtida cemiyet veyran boludu. Şunun için Peygamber aleyhissalatu vesselam bu ittifakka kirgenlikinin faxrlanıp men qizil tugune berishning badligi bo'lsin qatnashatdim bununğa degan. Yani bunundan biz Müslümanlarning adaletga bo'lgan hissiyatimiz qanchalik? Bunu tekşirip görüşümüz gerek. Müslüman degan adil deganlik. Adil bir cemiyetni kurup çıkıdığan adamni Müslüman deymiz. Peygamber aleyhissalatu vesselam aşındaq cahiliyet zamanıdımı şundaq esil ahlakka ega bo'lganligi uchun Allah subhanahu wa taala keyin onu alohida tanlab peygamberlik vazifasini bergan. İkincisi bu esiller anlaşması veya ki ittifakının ki bo'lgan vaqti cahiliyet zamanında bo'lganligi. Bu nimani ifodalaydi o desa, cahiliyet zamanında yani Peygamber aleyhissalatu vesselamga peygamberlik vazifasi kirishdan burunqi bu zamanlarda jahalat, zulm, insanlarni bozak qilish qanchalik yeyilganligi bu voqeani ko'llab turdi. Yani İslamiyetning kirishi zulmning o'ttirdan ko'tarilishi degan gap. Bu cemiyette İslam dini kirishdan burunqi bu cemiyette ahlak, esillik deydigan bir narsaning qolmaganligini. Fursat topsalar özünün acizlarını bozak qiladiganligini. Kichikkinak jinga o'tamaydigan ishlar uchun shundoq nurg'unlagan qonlarni to'kadiganligini buni ko'ralaymiz. Üçüncüsü bo'lsa zulm her zaman ve her şekilde nerede buluşunu qat'i nazar, qachon buluşunu qat'i nazar, qaysi şekilde buluşunu qat'i nazar, zulm biz Müslümanlardan uzak buluşu lazım keldik. Cemiyette zulm yamragan vaqtida bu cemiyetning tugashganligini işaret ekanligi, namoyandasi ekanligini buni ko'ramiz. To'rtinchisi bo'lsa yaxshi bir ishni qilish uchun bir-biri bilan ittifoq tuzishniki joiz ekanligi va yoki balki de Müslüman bo'lib bo'lgandan keyin buning ba'zi vaqtlarda farz ekanligi va ba'zi vaqtlarda mustahab ekanligi, ba'zi vaqtlarda joiz ekanligi. Yani buni farz, mustahab va joiz durust deb buni uch qismga bölgenlikimizden başka bir sebepleri var. Bunu hazır bu yerde deb o'ltirishning o'rni yo'q. Onun için yani yaxshi bir ishni qilish uchun o'xshamagan insonlar bilan ittifoq tuzishninki hech qanday bir xato tarafi yo'q ekanligini buni ko'ramiz. Allah subhanahu va taala Qur'on-i Karimda A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve taavanu alel birri vet takva ve la taavanu alel ismi vel udvan. Ey Müslümanlar, sizlar yaxshilikqa va taqvolikqa birlashinglar, yordamlashinglar. Bir-biringlarga yuranglar. Bir-biringlar bilan hamqon bo'linglar, bir-biringlar bilan birlikda bo'linglar, ittifoqlarni tuzinglar, jamiyatlarni quringlar, tashkilotlarni qurib chiqinglar. Bu haqda. Ve la taavanu alel ismi vel udvan. Günah işleş için veya ki başkalarına zulüm kılış için, düşmanlık kılış için birbirlerine bilen yardımlaşmanlar. Birbirlerine yürümenler. Dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Bunun asasen yaxşı işlerini kılış için yani insanlarla ittifak tuzuşunun, insanlarla anlaşma
qilishning, ahdinoma tuzishninki hech qanday bir xilaf yeri yo'q ekanligini ba'ni ko'ralaymiz. Ammo bu va la ta'awanu 'alal ismi vel udwan degandan yana bir darsni chiqaramizki, gunohga va dushmanlikka yordamlashmanglar degandan, ya'ni payg'ambar alayhisolatu vasallamning zamonidagi o'xshash masjidi dirorlarni qurib chiqmaslik to'g'risida buni ko'ralaymiz bu yerda. Ya'ni insonlar o'zining kichik kallalari bilan ba'zi bir manfaatlarini ko'z oldida tutib, ko'rinishida shundoq yaxshi narsani ko'rangan bilan, ammo jamoatning ziyniga bo'ladigan, musulmonlarning birligiga ziyon soladigan mundaq faoliyatlarni qilmaslikni ba'ni ko'ralaymiz. İnsanlar o'zi o'ltirib, yolg'iz o'ltirib, nihoyat yaxshi ish qilgan hesaplaydi o'zlarini. Ammo bu qilgan yaxshiliklari, yaxshi ishlari o'zining jamoatiga va yoki musulmonlarning birligiga qanchalik hassa qo'sha oladi. Hassa qo'shilmagan taqdirdami bu musulmon jamoatiga ziyon salamdı yoki salmamdı. Bu to'g'rida ko'p insonlar buningda bir hesapda o'ltamaydi. Qur'oni Karim shunga bu yerda va la ta'awanu 'alal ismi vel udwan degandan, ya'ni shundaq ishlarda o'zinglarning ishlarini qaytadan bir tekshirib ko'ringlar. Musulmonlarning manfaatigimi va yoki musulmonlarning ziynigimi? 5-chi oladigan darsimiz bo'lsa, bir Müslüman özünün cemiyetinde ortak buluş lazım. Sosyal bir adam buluş lazım. Özüge özü yaşaydığan emez, özü ve cemiyeti için, özü ve halkı için, özü ve milleti için yaşaydığan insan buluş gerek ikenlik. Peygamber aleyhissalatü vesselam Harbil Fuccar ve Hilful Fudulga qatnaşkan bolsa, Peygamber aleyhissalatü vesselam'nın qanchalik ijtimoiy, sosyal bir adam ekanligini bu namoyon bo'ladi. Biz Müslümanlar cemiyetimizde aktif insanlar buluşumuz lazım. Cemiyetimiz bizde tunuşu lazım. Palane dese, palane manda işlerini kılıdığan, kolunu manda işler kilidığan, manda işleri yardım kılıdığan adam de biliş lazım. Ama ben özüm yaşsam buldu. Koskamını tövgatsam buldu o degen ma ideyada yürümensen, sen Müslümanlıkını hakiki düşünmegen bulursan. Özünün mesuliyetini bilmegen bulursan. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ve ta'avanu alel birri ve taqwa degen ayetiga amal qilmagan bo'lsan. Allah subhanahu wa ta'ala'nın atamuruna an-nasa bil birri ve tansawna anfusakum. Sizlar insonlarni yaxshilikqa buyurib, o'zinglarni unutib qolamsizlar. Atu'minuna bi ba'dil kitabi ve takfuruna bi ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ayetlerining ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisiga kafir bo'lamsizlar degan bu oyatlarga amal qilmagan bo'lasiz. Buning uchun bizmi o'zimizning jamiyatimizdagi rolimizni ijro qilishimiz lozim. Mas'uliyatimizni ado qilishimiz lozim. Bizningmi jamiyatda bir tuzumuz bo'lishi lozim. Bu Peygamber sallallohu alayhi vasallamning bu hayotini chiqara olamiz. Xo'sh, endi Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın Hadice anımız raziyallahu anhaga yatlık boğallığı doğrusuga ötümüz. Hadice raziyallahu anha Huveylid diyen kişininki kızıydı. Hadice raziyallahu anha Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan burun özünün yaş vaktida başka bir adam bilen nikahlanıp
o kishininki nikohidan qisqa vaqtda ajragan. Shuning uchun Hadicha radhiyallohu anha tul bir ayol etdi. Ammo tul bo'lgan bilan o'zininki Huvaylid degan otasidan qolgan miroslar tufayli nihoyatda maldor, puldor, boy bir ayol edi. Hamda Mekke ichida tanilgan ayollardan birisi edi. O yoki tanilgan ayollarning eng oldinqisi edi. Shuning bilan Hadicha radhiyallohu anha o'zi ayol kishi bo'lganligi uchun tijoratini atrofdagi kishilar orqali tijoratini mangduratdi. Keyingi zamonlarda Payg'ambar alayhisolatu vasallamningki axloqi, onun qandaq rostchil odam ekanligi, onun qandaq omonatchi bir inson ekanligi to'g'risida xabarlar Hadicha radhiyallohu anhaga yetib bordi. Shuning bilan Hadicha radhiyallohu anha Payg'ambar alayhisolatu vasallamga elchi o'tib, onu chaqirtib ekilib, o'zining mollarini ilib Shamga tijoratga chiqishni bu taklifni sunudi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Hadicha radhiyallohu anhaninki bu taklifini qabul qilib, Hadicha radhiyallohu anhaninki quli Maysara ismli bir quli bilan Shamga tijorat qildi. Shamga borgandan keyin Payg'ambar alayhisolatu vasallam Hadicha radhiyallohu anhaning mollarini nihoyat burunqidan ustun bahoda setib, onun o'rniga yana qimmatli narsalarni eng arzon shaklda elib Makkaga qaytdi. Makkaga qaytgandan keyin Hadicha radhiyallohu anha Payg'ambar alayhisolatu vasallamningki ilib kelgan mollarini burunqilardan necha hassa ustun bahoda sotdi. Shuning bilan Hadicha radhiyallohu anha Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bu talantidan nihoyat xushal bo'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bu axloqidan bek xursand bo'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu safardan shundoq manfaatlarni foydalanib oldiki, birinchisi Hadicha radhiyallohu anhadan joyida mukofotini oldi. Ondan keyin Madinaga borgan bo'ldi. Ya'ni Shamga berish yo'lida Madinaga tushib, Madinadan o'tgan bo'ldi. Ki Payg'ambar alayhisolatu vasallam keyingi zamonda Madinaga hijrat qildi. Ya'ni Payg'ambar alayhisolatu vasallam Madinaga hijrat qilishdan burun, ya'ni Madinaning ahvolini bilgan bo'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Madinaga berishdan burun Madinada qanday ahvollarning bor ekanligini bilgan bo'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamningki, ya'ni bu tijarati yana oxirida Hadicha radhiyallohu anhaning bilan nikohlanishga elib bordi. Nikoh jarayoni, ya'ni Payg'ambar alayhisolatu vasallamningki Hadicha radhiyallohu anha bilan qanday munosabat o'rnatganligi to'g'risida shu rivoyatlar mavjud. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan Hadicha radhiyallohu anhaninki quli Maysara birga borgan Shamga berib kelish jarayonida Payg'ambar alayhisolatu vasallamninki axloqini o'rgangan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni kuzatib, qanchalik rostchil odam ekanligini, qanday amin bir odam ekanligini, uning qanchalik esil axloqli bir odam ekanligini buni ko'zitib ko'rgan. Maysaraning buni ko'zitishga zaten amaliyotda yetkazchilik vaqt batdı. Çünkü hozirgi zamonimizda aeroplan bilan yoki mashina bilan bir yerlarga tizlab berib bo'lgan bilan o zamonlarda piyoda yo'llarning ko'pinchisini piyoda az bir qismini tugularning ustida va yoki atlarning ustida boradigan ishlar. Shuning uchun o Mekke'nin insonlari yani 3 ayda Shamga berib qaytib kelalaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan billa safar qilgan Maysaramo Payg'ambar alayhisolatu vasallamningki hayotining hammani tekshirib kurash prosesiga ega bo'lgan,
Qaytib kelgandan keyin Peygamber Aleyhissalatu vesselam'nınki ahvallarini, hayatını, ahlakını, fiil ve af'allarını Hadice radıyallahu anhaga anlatkan. Anlatkandan keyin Hadice radıyallahu anha Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a mail bolgan ve şunun bilan özününki yakın dostu Nefise'ge anlatkandı. Ve bu Nefise degan ayol Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a berip Hadice radıyallahu anhanınki Peygamber Aleyhissalatu vesselam bilan nikahlanish yoki yotliq bo'lish arzusi bor ekanligini agar qabul qilsa bu ishninki tamom bo'lganligini buni aytgandan keyin Peygamber Aleyhissalatu vesselam bo'ladi, mening uchun bir hech qanday bir chatig'i yo'q, ammo lekin men buni Peygamberninki tag'larimga bir maslahat so'ray, tag'larim ma'qul kelsa men undan keyin bu ishni icra qilay degan bu javobini berib, ondan keyin Nafisa Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ninki yanadan qaytib ketgandan keyin tag'alarining yeniga berib, tag'alariga bu ahvolni aytdi. Aytgandan keyin tag'alarining hammasi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ninki Hadice radıyallahu anhaga yotliq bo'lishi to'g'risida ham fikr bo'lib ma'qul bo'lishini. Shuning bilan Peygamber Aleyhissalatu vesselam Hadice radıyallahu anhaninki yeniga Hadice radıyallahu anhani talep qilish uchun bardi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bilan Hamza ibn Abdülmuttalib radıyallahu anhu, yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ninki tag'asi birlikte bardi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Hadice radıyallahu anhani 20 tal oltunga nikah qildi. Bu Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ninki birinci nikahıydı. Peygamber Aleyhissalatu vesselam onundan burun, yani Hadice radıyallahu anhadan bilan nikah qilishdan burun hech qanday bir kishi bilan nikah qilmagan, to'y qilmagandı. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Hadice radıyallahu anha bilan to'y qilib bo'lgandan keyin ta Hadice radıyallahu anha vafot bo'lgan qadar hech qanday bir kishi bilan ikkinchi bir xotinni olmagan edi. Bu Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ninki Hadice radıyallahu anha bilan bo'lgan bu nikahidan Hadice radıyallahu anha Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ga 2 o'g'il, 4 qiz tug'ib bergan. O'g'illarning ismi birinchisi Qasim. Peygamber Aleyhissalatu vesselam şuna Abul Qasim deb shuni bilan atlatdi. Mashhur bo'lgan. Arablarda yani bir insonninki o'g'il bolasi tug'ilsa, şu o'g'il bolaga nisbat berilib, falanning dadasi degan nom bilan chaqiriladi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ninki birinci o'g'li Qasim bo'lganligi uchun Peygamber Aleyhissalatu vesselam Abul Qasim deb atalgan. Va ikkinchisi bo'lsa Abdullah. Abdullah bo'lsa Pak yoki Pakiza, xush chiroy degan nomlar bilan laqab qilinadi. Qasim bo'lsa bir o'laqqa minalgan vaqt qadar yashagan. Onundan keyin vafot bo'lgandi. Ammo Abdullah bo'lsa bu vaqtida o'lib ketgan. Bu ahvollar hammasi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ga peygamberlik vazifasi kelishdan burun bo'lgan voqealar. Ammo Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ning qizlari-chi, 4 tane qizni Hadice radıyallahu anha tug'ib bergan dedik. Ular bo'lsa Ruqiyya, Ummu Kulsum ve Fatima radıyallahu anhun. Bularning hammasi Zeynep radıyallahu anha, Ruqiyya radıyallahu anha, Ummu Kulsum ve Fatima radıyallahu anha hammasi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ning peygamberligiga iymon keltirgan, musulmon bo'lgan ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam bilan Madinaga hijrat qilgan. Hammasi to'y qilib, ijtimoiy hayot qurgandi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Hadice radıyallahu anha bilan to'y qilgan vaqtida 25 yoshda edi ve Hadice radıyallahu anhaninki yaşı bo'lsa 40 yoshda edi. Ajab, 25 yoshlik bir odam, bir kishi Mekke ishida tonilgan, hamma inson hurmat qiladigan qandaqlan bir qizni, to'y qilmagan bir qizni o'zining nikohiga olay desa ma'qul keladigan bir kishi 40 yoshidagi bir kishi bilan to'y qiladi. 40 yoshida bo'libmi yana
onundan bir qıtım toy qilib, bulab bo'lgan, toy qilib bo'lgan, yatliq bulab bo'lgan, yoki cho'kan holatiga o'tab bo'lgan bir ayol bilan toy qiladi. Bu insonni oy fikirga salmamdı. Elbette saladi. İnşallah kelaki programımızda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ki Hadice radıyallahu anh'a yatliq bo'lgandan keyin ve Hadice radıyallahu anh'a bilan bo'lgan bu hayatını anlatıp bulardan çıkadigan dersler, ibretler, bizni aladigan faydalar to'g'risida inşallah kelaki programda devam qildiramiz. Bugun vaqtimiz mushagacha ekan, onun uchun kelaki qatim programda uchrashgan qadar Allohga omonat deyman. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا